2020-yilda ishlab chiqarilgan Malibu Premier avtomobilimiz. Aka-ukalar, kraskasi top-tozasidan, rangi qorasidan, tonirovka ruxsatnomalari bor ekan. Dehqon akamizning mashinasi. Propan gaz ballonlari qo'yib qo'yilgan. Ozgina probegini hisobga olmaganda avtomobilimiz ideal holatda. Bir 181.996 kilometr tablo ko'rsatib turibdi probegini. Chevrolet Malibu Premier avtomobilimiz. Kraskasi aytganimdek top-toza. To'rtta o'rta holatda ballonlari bor. Tonirovka ruxsatlari bor ekan. Necha oyligini so'rab qo'yamiz. Ruxsatnomasi necha qoldi? 4 oy bor. Yana 4 oy tonirovka ruxsatnomasi bor. Xo'p, aka-ukalar, motorimiz ob'emiga to'xtaladigan bo'lsak, 2 turbo deyapti. Premierlarda 2 turbo bo'ladi aka deyapti. Xo'p, propan gaz ballonlari o'rnatilgan. Texnik holatlarda hech qanday ish yo'q, aka. Texnik holatda ish yo'q. Mashinani hamma joyi dehqonchilik, dehqon akamiz o'zidan. Telefon raqami aytaylik-da. 90lik. 90lik bilan 3.0 3.0 61. 76 61 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Assalomu alaykum.